Elektrda gaz bo'lmasa, o'tin yoki ko'mirda ishlaydigan boilerni men hali reklama qilmagandim. Bu boilerimiz 500 talik turbadan yasalgan bo'lib, ichki suv hajmi 250 litrni tashkil qiladi. Titanimizning orqa qismida suv chiqish, resirkulyatsiya hamda suv kirish joyi. Oldi qismiga keladigan bo'lsa, uchta turgan qizil 32 talik mufta bu elektr tenlar o'rnatish uchun. Oldida ko'rib turganingizdek ko'k joyi bu slivnoy hisoblanadi. Buni 1 yilda bir marta profilaktika qilib turilsa, juda uzoq muddat ishlab berish imkoniyatiga ega. Titanimiz pol AGV qilib ishlangan bo'lib, yuqori qismida 6 ta 50 talik turba joylashtirilgan. Tepa past listlari 6 stenkali listlardan ishlangan. Hozir mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Tegidagi diskalagacha qalin listlardan qo'yilgan. Bu kul xonasi bo'ladi. Yongan kul pastdan tozalab olinadi. Yo bo'lmasa, garelka tiqib qo'yib foydalanish imkoniyatiga egasizlar. Agar sizlarga mana shunaqa universal boilerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Topli domga murojaat qilib, xaridinglarni amalga oshirishingiz mumkin.